Mana oldin mol turar joyiga steshkani quyib yubordik. Endi osh teryapmiz. Kimga qanaqayu birinchi steshkani quyib yuborib, shunga g'isht terib, ikki tomonidan qisib qo'yamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugun molxonamiz почти bitib qoldi. Bog'larga quydik. G'ishtlarni terdik, buttalarni bo'ldik. Temir oxirlarni qo'ydik. Devorlarga yig'ishtirib tozalab olsak mana. Hozir g'ishtni steshkani quyib turib, g'isht terib bo'ldi. Endi mana ichiga qum to'ldirib chiqyapmiz. Kimga yoqqan bo'lsa, like yozib qo'yasizlar. Like bosib qo'yasizlar. Mollar olib kiramiz, nima deb turishibdi mollar. Nihoyat kirishadi yangi molxonaga. Kirib ketyapman. Mana molxonani ham bitirib donasi narsasini cho'chik qilib ichkariga olib kirib oldik. Mana endi qiladigan ishlar endi bitta suv olib qoldi. Iloji choplash kerak. Ganshatga suv sistemasini olib kirganman. Suvni ham shu mollar o'rtasiga o'rnatishim kerak, o'zi ichadigan qilib. Shu stoykalarga o'rnataman. Mollar mana yeyotib oldi ham kengina bo'ldi. Qo'shib qo'yganim. O'rtalarni to'sib qo'ydim. Hozir endi somonni o'zi teritib beryapman. 3 mahal o'shani yeb o'tishibdi. O'rtalarni bo'lib qo'yganman chiroyli qilib. Endi menga shunaqasi ma'qul keluvdi. Men shunaqa qilib qo'ydim. Kimga yoqqan bo'lsa, shunaqa qilib molxona qilaman deganlar bo'lsa, bittadan like yozib qo'yasizlar. Dolasa mana bitta 2 tosiga yaqin faqat bittadan mol baylaymiz dolasa. Bitta suvog'ini qilib, suv sistemalarini mashatlarga o'rnatadigan bo'lyapman. O'zlari ichadigan qilib, ikkita molga bittadan qilib o'rnatib qo'yaman dolasi. 3 ta suv sistema bo'lsa, shunday qilib molxona qilaman deb havas qilganlar bo'lsa, bittadan kezib qo'yamiz. Hammaga omad. Dolasi endi bundan boshlardi. Boqib yaxshi boqqanda sizga solib kelib to'kkanda yemlashda boshlayman. Ungacha terib turaveradi. Avgustlarda silos pishsa, silos to'ktirib bitta yemlab yuboramiz hammasini. Dolasi ungacha ter deb turaveradi. Hammaga rahmat e'tiborlaring uchun.